Aniq 10 kunda tayyor qilib berasanmi? 1,5 ming bersangiz 10 kunda chotki qilib beraman. Ha, 1,5 ming. Tez ishlaring yururmi? Ustoz, buni 1000 dollarga sotib oldingiz. 1,5 mingga remont qilyapsiz. Kimga sotasiz keyin buni? O'zimni jiyanim qo'limga 8 ming dollar berib ketdi. Otasiga masli Nexus bir padarga qilmoqchi ekan. O'shaning uchun sotib oldim buni. Ama isqirt odamsiz-da. O'zingizni jiyaningizni ham yedirasizmi? Bizneschi oq ukachilik ketmaydi. Tushunyapsanmi? Keyin hozir begonani yedirsa, kim turib go'qingni oladi. O'zingiznikini yedirsa, yuz xotiri qiladi, indamay qisib yuradi. Lekin Nexus bir qora bafirligi bo'lsa, o'zim ham haydab qo'yardim. Alo, jiyan. Mashina 10 kun yetib keladi. Zavodda maslasi. Mashina qo'ydi oldi. Mana. Qo'ydi! Sani uchun masla Nexus bir mashinasi o'g'ling senga padarga qildi. Yoshligimdagi orzuim. Ustoz, ya isqirt odamsiz-da. O'zingizni kezga tiqordingiz. Qisibdi, shogird qisibdi. Sabchilarda ko'rardim jonim. Voyda! Mana ada, siz butun umr orzu qilgan operativniy qora bafirli Nexus bir maza qildi. Rahmat o'g'lim. Nechga olding? Amaqimni maslasini 8 ming dollarga olverdilar. Amaqing? Qalibkan mashina yoqdimi? Mashina dahshat, lekin sizdan 10 ming dollar qarzim bor. Qarzim bo'lib turib, bu mashinani qanaqa qilib haydayman? O'shaning uchun qarzimga shu mashinani olib qoling. Jinnimisan, unaqa sovg'ani qaytarib bo'lmaydi. O'zing haydavursin-chi, toza mashina-ku. Olib qoling, men roziman. Qarzimga olib qoling. Voy. Sen boshqa biri maslahat Hozir men aytdim. Ustoz, yediraman deb qo'ydingiz. O'zingiz qolib ketishdingiz. Menga qara, qora voy. Toza Nexus bir mashina olaman deb aytmading?